Mana baliq ovchilar uchun zo'r o'tiradigan stol. Mana qangi raskali ushko'ylarni topib qo'ydi. Assalomu alaykum. Hop, nech puldan ekan bular? Bular 200 ming. 200 ming so'mdan. Hop, bu donalilar qanchadan? Yani 200 ming so'm, mana 100 ming. 100 ming so'mdan. Bunisi qancha ekan? 500 ming. 500 ming so'm? To'laylar. 800 ming komplekt. 800 ming so'm bu komplekt. Hop, bu kichkinalari qanchadan? Mana ular. Bu raskali ushkasi nech pul? Bular 350 ming. 350 ming so'mdan ekan mana. Bu tarafda ham bor ekan. Bular nech puldan? Mana bular 200 mingdan shuni oladi. Hatta 200 ming so'mdan. Kravat qancha? Bular 500 mingdan. Kravati 500 ming so'm. Bunisi qancha deyapti? Raskal dushka. Bu 400 ming. Bu ham 500 ming. 500 ming so'm mana. Qanaqangi raskali dushka stol deysizlarmi mana? Kravati bo'lsa ham, kerak bo'lsa bemalol mana shu akaga aloqaga chiqaverasizlar. Telefon raqami nechi edi? 91lik 91lik 262 362 96 83. 96 83 raqamiga qo'ng'iroq qilsangiz mana shu akadan bemalol raskali dushkalar hammasidan bor ekan. Bundan bag'iga maza qilib balig'ovga chiqadiganlar, dam oladiganlarga zo'r narsa ekan mana bemalol bolachalarga, o'zinglarga ham kattalarga unda mana dam olib kirishlar yotar ekan mana. Tikka ham bo'lar ekan, yotar ekan. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar mana shu akada. Manzil Namangan shahar Yashil dehqon bozorida turibdi mana.